beraveramiz. Juda ham zo'r. Xo'p, qarang, aka, bu tayyor ishmi yo bu ham zakaz ekanmi? Bu tayyor ish bu aka. Bunisi tayyor. Bu Bu tayyor. necha pul chiqadi aka? Razmeri nechiga necha dedingiz? Buni 5,5 million kami bor buni aka. Razmeri 2 metrga, bo'yi 2,60 bo'lgan. Rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminatda bo'lgan bu. Juda ham zo'r bo'lsa, tayyor razmer, uylanishdan bo'lsa bir kunda voydishni olib borib beriladi. Olib borib uстановкасы ichida. Xo'p, Kelishilgan holatda dastavkasini kelishamiz. Dastlabki kelishlar uстановkasi ichida. Buyurtma asosida qiladigan bo'lsa, mana buyurtma asosida buni razmeri 3,40, bo'yi 2,60 sm bo'lgan bu. Stalishnistalari to'rli qalinda bo'lgan. Orqalari granit buni ham. Vau, do'stlar, granit qaranglar, juda ham zo'r. Oynasi mana bu plafonlari juda ham hozirgi kunda trendda bo'lyapti. Bemalol ovqat pishiriladib, bemalol xotirjam holatda Bugun pishirsa ham pagana bo'ladi. betneriga hisoblaymiz aka. Vodiy bo'ylab dastavka uстановкасы ichida buni. Buniki. Buniki. Xo'p, necha puldan boshlanadi? Eng arzon. 2 million 800 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi uстановкасы ichida. Ichida mo'ykasi bor, simisiyle bor, shushulkasi bor buni ham. Mexanizmlari vakuum bo'ladi. Bu qanaqa material aka? Rossiyskiy laminat bu ham aka. Rossiyskiy laminat, juda ham zo'r. Xo'p, Seriy shifer rangi tepasidagi o'rtaga dupvatandan aralashtirib qilganmiz aka. Xo'p, bu razmeri nechiga necha shu turibdi? 3,40 ga bo'yi 2,60 sm bo'lgan. 3,40 ga 2,60 sm. Mabodo imini shu razmer tushib qoladigan bo'lsa, plus minus necha pul chiqadi aka buni? Общий summasi aka, bitta 3,40 ni 2 million 800 ming so'mdan ko'paytirsak, gaz plita vitishasidan tashqari do'stlar, qo'yanni, ya'ni bunaqa endi bular dekorativniy uchun qo'yib qo'yilgan, bulardan tashqari, ya'ni mana shu gaz plita vitishasidan tashqari narxi 9,5 million so'm bo'ladi aka. 9,5 million so'mga imini shunaqa fasonda yasattirmoqchi bo'lsangiz, shu razmerdagi 9,5 million so'mga Gaz bo'ladi. vitishkadan tashqari. Gaz vitishkadan tashqari. Bunga gaz vitishkani pulini qo'shadigan bo'lsak, 1 million 800, 11 million 300 ming so'mga gaz vitishka, mo'yka, simisitel shu shulkalari ichida Bu mashq holatda bemalol vodiy bo'lib uylangacha bemalol uстановка qilib beraveramiz. uстановка olib chiqadi. Xo'p, birinchi ko'rsatganingiz necha pul chiqadi aka? Pagonometr. Buni pagonometrini 2 million 800 mingdan yasab beramiz buni ham. buniki Stalishnistasi buniki 3 lik bo'lgan. Ha, buniki 3 Buniki lik 4 lik bo'lsa, buniki 3 lik bo'lgan. Buni ham puli 2 million 800 ming deyapsiz. Stalishnistasi 3 lik ekan deganlarga buni o'rtasida turецкий profili bor ekan. Mana bunaqa narsalar qo'yiladi, shuni hisobga. Agar bular qo'yilmaydigan bo'lsa, narxi tushadi. Agar buni qo'yib turib turецкий profil qilib stalishnastasini 4 likdan qo'yib berasan deydigan bo'lsa, 2 million 900 ming shunaqa atrofida chiqib qoladi. 100 ming so'mdan metriga qo'shilib qolishi mumkin. Sababi uni stalishnastasi